Azizlar, bugun qiziq mavzu haqida gaplashamiz. Josuslik, katta davlat mulozimlarining telefon suhbatlari katta dunyo nashrlarida chiqib ketgani haqida. Qaysidir shovvoz hacker imkonini qilib, butun boshli Trump va Putinning ishongan odamlari telefonda gaplashganini eshitib, uni tarqatib yubordi. Va bu suhbat tafsilotlarini eshitsangiz, Washington qo'shtirnoq ichida Trump tinchlik rejasi deb taqdim etayotgan mantiqsiz reja qayerdan paydo bo'lganini bilib olasiz. Iltimos, videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Demak, AQShdagi Bloomberg nashri Donald Trumpning maxsus vakili Steven Witkoff va Vladimir Putin ma'muriyatidagi yuqori martabali mulozim Yuriy Ushakovning telefon suhbati tafsilotlarini e'lon qildi. Maqolada suhbat so'zma-so'z keltirilgan. Shuningdek, Bloomberg Ushakovning Kirill Dmitriev bilan suhbat matnini ham e'lon qildi. Bloomberg e'lon qilgan xabarni nega muhokama qilayotganimizni hozirdan tushuntirib o'tsam. Putinning eng yaqin odamlaridan bo'lgan Ushakov uning Witkoff bilan suhbati qanday qilib internetga chiqib ketganidan bexabar ekanini aytdi. Ya'ni Ushakov suhbat chindan o'tkazilganini rad qilmadi. Ushakov, Dmitriev va Witkoff kim ekanini ko'pchiligingiz bilasiz menimcha. Bilmaydiganlar uchun qisqacha tanishtirib ketsam. Yuriy Ushakov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yordamchisi, devondagi eng katta odamlardan biri. 10 yil davomida Rossiyaning AQShdagi elchisi bo'lib ishlagan. Putin ma'muriyatida tashqi siyosat bo'yicha mas'ul. Tushunishingiz uchun yana bir ma'lumot. Tashqi siyosat masalasida Ushakov Lavrovdan ham teparoqda turadi. Putin Rossiya tashqi siyosatini yuritishda to'g'ridan-to'g'ri maslahat qiladigan odam. Chinakam professional diplomat. Steven Witkoff AQSh prezidenti Donald Trumpning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili. Trump Rossiya va Ukraina bo'yicha ham alohida vakil tayinlagandi, lekin baribir do'sti Witkoffga ishonishda davom etmoqda. Witkoff diplomatiya, byurokratiyaning changini yutmagan, biznes odami, quruvchi, milliarder. Xullas, Trumpning o'z davrasidagi odam. Kirill Dmitriev Kiyevda tug'ilgan. Putin ma'muriyatiga rasman aloqasi yo'q, lekin iqtisod yo'nalishida kichikroq chinovnik. Kreml Dmitrievdan urush bo'yicha muzokaralarda norasmiy vositachi sifatida foydalanmoqda. Xullas, Bloomberg ana shu jiddiy odamlarning o'zaro telefon suhbati matnini e'lon qildi. Suhbatlar qanday yozib olingani boshqa masala. Muhimi, bu suhbatlar bevosita Trump tinchlik rejasi haqida. Witkoff va Ushakovning suhbati rossiyalik mulozimning amerikalik hamkasbini G'azodagi urush bo'yicha kelishuvga erishgani bilan tabriklashidan boshlanadi. Keyinroq, suhbat qizib olgandan keyin Witkoff qo'shtirnoq ichida hujumga o'tadi. Trumpning maxsus vakili Putinning yordamchisiga Putin Trump bilan suhbat chog'ida nimalar deyish kerakligini uqtiradi. Aynan shunday deydi. Men qo'ng'iroq qilib prezidentni bu yutuq bilan tabriklab, uni tinchlik odami sifatida hurmat qilishim, uning ishlari natijasidan xursandligimni aytgan bo'lardim. O'ylaymanki, shundan keyin suhbat yaxshi kechadi. Iqtibos tugadi. Keyinroq Witkoff Putin Trumpga yana nimalar deyishi kerakligi haqida leksiyani davom ettiradi. Balki u, ya'ni Putin, prezident Trumpga shunday der: Steve va Yura G'azodagi kabi 20 bandlik rejaga o'xshash rejani muhokama qilgan. Bu vaziyatni o'lik nuqtadan siljitishi mumkin. Iqtibos tugadi. Sizga suhbatda nimalar bo'lganini yanada sodda tilda tushuntirishga harakat qilaman. Trumpning odami Putinning odamiga telefon qilib, Rossiya prezidenti AQSh prezidentiga yoqish uchun nimalar deyish kerakligini uqtirgan. Meni ajablantirgani shuki, qanday qilib Putin bilan 6 marta yuzma-yuz uchrashgan, bir necha soat suhbatlashgan, birga ovqatlangan odam u kimgadir yoqishni istaydi deb o'ylashi mumkin. Putinni faqat televizorda ko'rgan millionlab odamlar biladiki, Rossiya prezidenti hech qachon hech kimga yaxshi ko'rinishga intilmaydi. Chunki kuchsizlar kuchlilarga yaxshi ko'rinishni istaydi. Putin dunyoda o'zidan kuchli odam bor deb o'ylamaydi. Qo'shtirnoq ichidagi Trump tinchlik rejasi qanday paydo bo'lgani esa Dmitriev va Ushakovning o'zaro suhbatida ayon bo'ladi. Ushakov Dmitrievga nimanidir o'sha yerga yuborgani, o'sha yerda gaplashishini aytadi. Keyin aynan tinchlik rejasi haqida gaplasha boshlashadi. Dmitriev uni amerikaliklarga norasmiy odam sifatida yetkazishini aytadi. Ushakov esa amerikaliklar bu Kreml tasdiqlagan loyiha deb o'ylashmasmikin deb xavotirlanadi. Dmitriev hammasini o'zi ta'bir bilan aytganda, akkuratnenько qilishga so'z beradi. Endi bu suhbatni oddiy tilga tarjima qilsam, Kreml rasmiy vakili
Kremlning norasmiy vakili orqali qanaqadir hujjatni amerikaliklarga sizdiradi. Bu suhbatdan ko'p o'tmay Tramp tinchlik rejasi paydo bo'ldi. To'g'ri tushundingiz. AQSh prezidenti 27-noyabrda imzolanishini talab qilgan, aytgancha deadline bugun tugadi. Demak, o'sha hujjat Uitkov, Dmitriyev va Ushakov o'rtasidagi suhbatlarda paydo bo'lgan. Zelenskiy esa bu Trampning oxirgi sharti deb o'ylab, xuddi kapitulyatsiya haqida e'lon qilganday chiqish qilib o'tiribdi. Endi bu suhbatlarni kim sizdirdi degan savolga javob izlab ko'ramiz. Birinchi variant ruslar, chunki suhbatlarda ikki rus mulozimi bor. Ushakov va Dmitriyevning o'zaro suhbatini amerikaliklar yozib olgani biroz ishonchsiz. Ruslar bu suhbatni sizdirib qanday baraka topadi? Bilmadim. Ikkinchi versiya amerikaliklar. Markaziy razvedka boshqarmasi xohlasa istalgan odamining suhbatini eshita olishi tabiiy. Lekin amerikaliklar Uitkovni sharmanda qilib bu suhbatni nega tarqatadi? Bilmadim. Va eng yaqin gumondor Yevropa maxsus xizmatlari. Chunki bu sharmandalikni bitim imzolanishini istamagan odam sizdirish haqiqatga yaqin. Yevropa Ukraina taslim bo'lishiga teng kelishuv imzolanishini istamaydi. Jiddiy gapiradigan bo'lsak, bu suhbatlar shunchaki ayanchli. 3 odam amalda xo'jayiniga yaxshi ko'rinish uchun butun boshli mamlakat mustaqilligini o'yin qilayotganini juda yaxshi bilgan. Lekin ularga buning umuman farqi yo'q. Butun boshli mamlakat taqdirini hal qilishi mumkin bo'lgan kelishuv mana shunday nojiddiy, shaxsiy manfaatni o'ylab o'tkazilgan suhbatlarda yaralishi juda ayanchli. Lekin bu bemaza kelishuv endi imzolanmasligi aniq bo'ldi. Shunday ekan, hacker yigit maqsadiga erishdi.